Hammamizning kayfiyatimiz yaxshimi? Hozir qanday dars? Matematika darsi. Darsimizni boshlashdan avval hammamiz qo'limizda turgan gulning ichida berilgan belgi bo'yicha bir-birimizga yaxshi kayfiyat tilagan holda darsimizni boshlaymiz. Men musiqasini qo'yaman. Ana shu bo'yicha boshlaymiz. Boshla. Birincisi. Молодец. Hammamiz har o'rtoqlarimiz hammasini kayfiyatini ko'taramiz, bolalar. Молодец. Barakalla. Senga. Barakalla. Anvar. Otangga qo'lingni tutdi. Juda ham yaxshi. Xo'sh, hammamiz bir-birimizga yaxshi kayfiyat tila oldikmi? Sizlarga yangi yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi darsimizni boshlaymiz. Hammamiz o'z o'rnimizga joylashib darsimizni olamiz. Meni qo'limda quyidagi mana bunday xatlar. Bu xatning ichida sizlarning nomingizlarga partiylarga berilgan nomlar bor. Mana shu nom bilan guruhimizni nomlaymiz. Hozir 3 ta partiyadan 3 ta guruhimizni boshqalar chiqardi. Keyin bu 3 ta bilan jiladi. 3 ta partiyadan 3 ta odam. Hop, endi guruhni hammamiz ochamiz-da. Qanday nom berilganini aytamiz. Test. Hop, birinchi parta. Nimaga yozib o'tdi? Hop, o'rta partaniki qanday? O'tkir burchak. Birinchi partaniki joylashadi bolalar. Barakalla. Demak, birinchi partaniki plus minus, ikkinchi partaniki o'tkir burchak, uchinchi partaniki Y komandalarga bo'linadi. Xo'p, barakalla. Men sizlarni ana shu komanda bo'yicha har bir bergan to'pda bergan javobinglar bo'yicha mana smayler bilan baholab boraman. Endi sizlarning qo'linglarga men quyidagicha qog'oz tarqataman. Buni ichida har birida 1-2 dan to 10 gacha bo'lgan sonlar bor. Men berilgan ballarni qayin belgilab borasan degan javob bergan o'quvchi o'zini bitta yoki 2 ta ball bilan baholab boradi. Hammanglarning qo'linglarda flomastinglar bo'lsa kerak, bolalar. Bo'lsa, hozir faqatgina men sizlarga baholab qo'yamiz, bo'yab qo'yamiz degan taqdirdagina nima qilamiz? Bo'yaymiz. Qoldiqlar bo'lish, ko'paytirish, hamda bo'lish algoritmlaridir. Hop, endi qaranglar. Men sizlarga uyga bergan topshiriqni quyidagicha so'raman. O'zgada ko'rdingizlar, bu milliy naqshimiz. Mana bu esa milliy naqshning nurlari. Men hozir har bir partiyadan aralab misollar berib chiqaman. Mana shu misollarni ishlab, mana shu naqshimizning chetiga nima qilamiz? Chiqamiz. Men bergan o'quvchilar ana shu misolni, doskaga mana bunda misolni ichiga misolni javobini yozib, men doskaga nima qilasizlar? Yozib. Ishlab bo'lganlar doskaga chiqib berishadi. Faqatgina doskaga chiqqan o'quvchi
misolini ifodani o'qiydi-da, qiymatini aytib turadi. Sekin-sekin chiqib yopishtiramiz. Faqat bunday yopishtiramizki, o'zgada nur hosil bo'lishi kerak. Endi men sizlarning javobinglarni o'qiyman. To'g'ri yoki noto'g'riligini to'g'ri va noto'g'ri so'zlarni aytish orqali nima qilamiz? Belgilab olamiz. Kimda qoldi? Endi misolni o'qiyman. Kim noto'g'ri o'zi misolni bilmagan, ya? Noto'g'risiga, noto'g'ri javobiga, to'g'ri javobiga to'g'ri javob aytdi. Birinchi ifoda 844 bilan 4 ning bo'linmasi 211. To'g'rimi, noto'g'ri? To'g'rimi, noto'g'ri? 844 bilan 4 ning bo'linmasi 211. To'g'ri. To'g'rimi? 25 bilan 3 ning ko'paytmasi 75. To'g'rimi, noto'g'ri? To'g'ri. Yaxshi. 32 bilan 6 ning ko'paytmasi kim aytadi? 72 ekan. To'g'rimi, noto'g'ri? Barakalla. 96 bilan 6 ning bo'linmasi 11 ekan. To'g'rimi, noto'g'ri? 96 bilan 6 ning bo'linmasi 11 ekan. To'g'rimi, noto'g'ri? Noto'g'ri. Yaxshi. 166 bilan 4 ning bo'linmasi 404 ekan. To'g'rimi, noto'g'ri? 136 bilan 4 ning bo'linmasi 404. To'g'rimi, noto'g'ri? Noto'g'ri. 147 bilan 7 ning bo'linmasi 21 ketdi. To'g'rimi, noto'g'ri? To'g'ri. Juda ham yaxshi. 38 bilan 2 ning ko'paytmasi 76. To'g'rimi, noto'g'ri? To'g'ri. 125 bilan 5 ning bo'linmasi 25. To'g'rimi, bolalar, noto'g'rimi? Yo'q. Noto'g'ri. To'g'rimi? Keyingisi 36 bilan 3 ning bo'linmasi 12. To'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri. Olayotgan mavzumuz buyuk siymolar. Bu yerda uchuvchilarni vaqtida musukkada o'lchanganda qancha vaqt bo'lishini haqida bilishimiz kerak edi. Hozir mana bu yerga, mana bu uchuvchilarni mana bu yerga misol yozib qo'yganman. Bu yerda sutkani soatga aylantirishlar kerak. Guruhda, har bir guruhda mana bu yerga yig'ib olamiz. Bergan bitta misolimdagi sutkani faqat soatga nima qilsa aylantiradi. Sutkani soatga aylantirish nima qilamiz? Ketiga soatni yozib qo'yamiz. Boshqani ko'tarish. Bir sutkada necha soat bor? 24 ni nechaga ko'paytiramiz? 9ga. 'Endi boshqacha ishlagan misolni har bir guruhga to'g'ri javob bergan. Shuning uchun har bir guruhga ham men bittadan berib chiqaman. Faqatgina bittadan berib guruhga qolish kerak. Tushundinglarmi? Xo'p, endi o'quvchilar, o'zgada asl turgan tabiat manzarasini ko'ryapsizlar-ya. Bu tabiat manzarasiga bizga xo'sh yetishmayotgan narsalar bor. Bu yerda milliy naqshlar, o'toqlar hamda bulutlar. Mana shu bulut o'toq va naqshlar
sizlarga misollar berilgan. Ko'paytirishni bu yerda bo'lishga almashtirib yozasizlar. Oldin bo'lishni amalni bajarib, keyin uni ko'paytirish bilan tekshirasizlar. Bo'lish bo'lsa, ko'paytirish bilan tekshirasizlar. Birinchi burchni urib qo'yganman. Sandan bitta tarqatcha. Sizlar yigitlar ketaveradi. O'tovlar o'rtaga naqshlar qasmi hammaga bittadan chiqadi. Hamma misolni bajarib, ko'paytirishga almashtirishni ham xuddi shu yerga yozib chiqamiz. Kim yetmagan bo'lsa men bilan qo'yaman. Apay buldum. Apay buldum. Apay buldum. Oldin shunday Apay buldum. Apay buldum. Sizlar o'rtada yashaysiz. Apay buldum. Apay biz nerede? Yo'q, sen boshqa ishlaysiz. Apay. Apay buldum. Kasih apa? Kasih terakhir. Sampai bersihkan. Her bir işlegen misallar için ikkitadan boyab qo'yamiz. Ikkitadan misolni boyab qo'yamiz. Men aytib ko'paytirishni, bo'lishni ko'paytirishga qo'shib almashtirib kelsak ko'paytirishga uni 165 bo'lamiz deyishni qanday ishlagansiz? Bu ham 35 bo'lamiz 5 ni kim ishladi? 35 bo'lamiz 5. Ko'paytirishga almashtirmaslar. Bittada muz qaymoq beraman. Hech bo'lmaz. Muz qaymoq beraman. Bu muz qaymoqning har bir muzida misol tenglamani yozilgan. Tenglamani ishlash qoidasi bo'lishi yozilgan. Lekin tenglamalarni ishlash qoidasini tekshirishingiz kerak. Bu yerda qatnashlangan tenglamalar, sizlar ana shuni to'g'rilab, o'zini ishlash qoidasi bo'yicha to'g'rilab qo'yib, rasmlarni yopishtiramiz. Hammani olib bo'lsa kerak-ya. Sen de qo'yib Mana makka qo'ysan, ana tepaga. Ana ya to'xta. Makka turadi. Birinchi mana. Yo'q, bu eng oxirgi. To'xta, qanday qilyapsan? Mana birinchi mana turadi.
Yana bu yerda bo'g'irsoqqa bo'g'irsoq solinadigan mana bunday idishni sizga yozib qo'yaman. Issiq bo'g'irsoqlarni sizga ulashaman. Unda berilgan misollarni sizlar bo'lish poyagida ko'paytirishga almashtirasiz, ko'paytirish esa bo'lishga almashtirib, mana bu bo'g'irsoqni idishga nima qilib qo'yasizlar? Solib qo'yasizlar. Hammamiz mana shu yerga chiqamiz hozir. 22 bo'lamiz. Sen Muhammad Muhammaddan kelib qatnashing. Hamma senga. Qolganlarga qolganlarga juft bo'lib kelajaklarni nima qilasizlar? Joylashtirasizlar. Bajarib bo'lganlar Thank you.